taklif etamiz. Kompyuterlashgan loyihalash tizimlari fakultetining boyvachcha jamoasi. Bahor kelib jamaat shishadigan kunlar ketdi-yu, hech vaqt qish boryapti-yu. Assalomu alaykum. Uka mana bahor keldi deysan, muammolarni qara mana bu yoqda. Benzin narxi ko'tarilgan. Gaz yo'q, svet yo'q, metan yo'q, hamma yo'q, sovuq. Aka xotir olmang, hammasi meni nazoratim ostida. Jicha sabr qiling, issiq keladi. Gazdan kelishunda hamma yo'q isiydimi? Yo'q, bahordan keyin yoz keladi. Aka shu gaz gapirganingizga muammolar haqida gaplashib oladigan sahnaga chiqibmiz. Muammo deganimizga mana talabamiz eng birinchi o'rin. Kontraktlar narxi yana ko'tarildi. Benzinlar narxi ko'tarildi. Gazlar narxi vahshiy oshayotibdi. Bular muammo emas, menda asl muammo. Nega? Hamma narsa ko'tarilyapti, lekin stipendiya bo'lsa. Ukaginam, stipendiya degan muammoni uncha-unchasi ko'tara olmaydi. O'sha muammoni o'zidan ko'tarib chiqaman-da. Yerdan olishlarga o'tib bo'lgandan chiqagan o'tib bo'lgan yaxshilar, assalomu alaykum. Sizlar pullar to'lab qilyapsizlar, turinglar. Maradagi qizlar shifoyatini yopdi. Siz ovozni qachon yopasiz? Qizlar, mayli, ruxsat, keto'ylar. Behzod aka, bular nimaga ko'tarib chiqdi? Endi uka isto bularni biz ko'tarmasak, boshqa hech kim ko'tarmayapti. Keto'ylar, ruxsat sizlarga, ruxsat. Bolalar, isto nima yangiliklar, nima gaplar? Aka, istimiz o'zgarishi katta. Nima bo'lyapti? Mana shaxmatga 100 million qo'yildi. 100 million. Sango'ga 100 million qo'yildi. 100 million. 5 million. O'ziga 5 million. Bu 100 million qo'yildi. 100 million. Butun sport bo'lyapti. Qachon bizga ta'limga e'tibor beradigan keladi? Uka ta'limga e'tibor berasiz, mana Renessans qurib Wi-Fi bilan ta'minlab qo'yishdi-yu. Ko'rdingiz Renessanslarni butun oshxona puxet bo'lib ketyapti. Ko'rdim, kutubxonaga kirsa 5 ga 5 bola kontra tashlab o'tirishdi. Aka, mana institutimizga shamol generatori qo'yilgan. Uni ham talabalar o'zi yasab qo'yishgan. Shamol generatori qo'yildimi? Ko'rdim, shamol generatori shamol ko'tarildi, o'g'adan yotibdi. Bolalar, mana qaranglar, mana bahor fasllar kelinchagi. Saylopani qaranglar, jurilar kelinchagi. Voy. Mana Madat akamiz yoshlar yetakchisi. Yetakchi odam. Qog'oz ispaga bo'lsangiz boshlaysiz. Endi universitetda bitta kamchiliklar bo'lib turadi. Bunday o'z Aka, bugun biz birinchi o'rinda olamiz. kim aytdi sizga uni? Kimga ishlatyapsizlar? Sizga aytmasdan biz hakamlarimiz hayoti asosida Azamat akam qizchasini asirlikka olganmiz. Qanaqa qilib? Mana eshiting. Azamat aka, bugun boyvachcha komandasi meni o'g'irlab ketdi. Iltimos, meni qutqarish chempionlikka shu komandaga bering. Sen chinnimsanlar? Shunga shu klublarga asosiy birinchi o'rinni beraveramiz-da. To'g'ri so'zlarni beramiz. Unday bo'lsa biz Maradagani koordinatorlarga qarab turib aytgan gap bilan boshlamoqchimiz. Yaqinlarni, birodarlarni, biz qaytdik. Birodarlar, bizda dastlabki sahna ko'rishi tasavvur qilinglar. Institutimizda talabalar uchun chekadigan joy tashkil qilinsa qanday bo'lardi? Yashir yutib kelyapti. Madadaga aytarmidi? Dadamga aytsa, hozir menga ham bitta belgilarni jonga tegadi. Aysat yuqori kayfiyatda davom etamiz, tasavvur qilamiz.
Shamsirodagi chin oltin baliq topganda qanday bo'ladi? Oo, tilla baliq, tilla baliq. Sen tilla baliq sen go'shtdan hisobot qila olasan. Bitta xolosmi? Sizdan nechta? Ikkitami? Madad aka, sizdan-chi? Yuqori gapiga davom etamiz. Tasavvur qiling. Hayvonlarda ham raddon bo'lganda qanday bo'ladi? O mana atrofimiz ochilibdi. Mana birinchi mijozimiz tuya 15 oy degan keldi lyuks xonamizga. Mana ikkinchi mijozimiz sigir 9 oy deganda endi keldi. Bu tuya yana nima kelyapti? Erta menga to'g'ri shappas. Har bir oyda qatnab turamiz. Rahmat. Chiqishimiz so'nggi nima demoqchimiz? Ozgina bir mas'uliyat haqida to'xtalmoqchimiz. Mana har bir ishga mas'uliyat bilan yondosh kerak. Agar shu mas'uliyat bilan yondoshganda shu institutdagi shavol generator ham og'alamasdi. Ramazonda sizlar bilan birinchi avlodda kompyuterlashgan loyihalar sizlar taqdim eting. Jamoasi bo'ldi.